Ulug'lar aytadiki, qarindoshnikiga qadam ranjida qilmasang, muhtoj bo'lganida molingdan bermasang, silay rahimni uzibsan dedilar. Borib turishimiz kerak qarindoshlarnikiga. Qachon oxirgi marta biz to'rtdan ko'tarib o'zimiz ichimizdan xohlab, opajon, men sizni ko'rgani keldim. Sog'inib ketdim sizni. Sizni ko'rsam onamni ko'rganday bo'laman. Xuddi onamga o'xshab qolibsiz, opa. Biroz o'tiraylik, bir gaplashaylik deb qachon? Xolamiz, ammamiz bor, qavmi qarindoshlarimiz bor, ota avlod, ona avlod yaqinlarimiz bor. Ko'ngildan boraylik. Bir yotib bemor bo'lib qolganda emas, unga qo'shnilar ham chiqadi. Unda begonalar ham keladi. Sog' paytida borish kerak. Xursandchilikda ham xabar olish kerak.